Qiziqarli duding. Xorazmli. Voy, opalaringni. Yaxshi keldingizlarmi? Kelinglar. Men chalmasman-ku. Kiringlar deyapti-ku. Siz akangiz yaxshimi, opangiz yaxshimi? Nima deyaptilar? Xonaq bo'lsa deyaptilar. Rahmat. Meni qizimni oyoq-qo'llari chaqqan, o'qimishli, hamma ishlarni aytadi. Даже Google переводчикlar aylanmay qo'yibdi-yu. To'xta, oying bilan gaplasha olmayman. Shu sizlarda qalin puli nechi pul? Men o'zi o'qigan qizman, lekin sizni qiynagim kelmayapti shu. 10,000 dollar. Nihoyatda qimmatsan-ku. 2 ulli to'y. Yo'q, 3 dona. Opa, puli ish qilib uyimni remont qilib ber demaydimi? O'zing sevdi-chi deysan endi. Qizim necha kilosan? 45. 45 kilo oltin berasiz. Voy jallakkamidi dadajon ismlari? Yana bir narsa qolib ketdi. Arqon. Arqon ne kerak? To'y kuni o'zim osishga. Endi nima qilamiz? Xorazmli qizi sanga podarka emas, eplasang sevadi. Pochkamni sotsam yetarmikan?